O'ylab qarasam, orzuda borgan sari chiroyli proyektli, chiroyli uylar ko'payib bormoqda. Buning sababi nimada? Izohlarda yozib keting. Men hozir sizga Orzudagi 4 sotuvli mana shu uyimizni to'liq ko'rsatib beraman. Orzuda qariyali uyning oldidan kirsangiz 500 metr. Ikkinchi tomonimiz 2016-yil kottejdan oldidan kirsangiz ham bo'ladi. Yaqin joyda joylashgan. Mana shu hovlimiz sotuvga qo'yildi. Oldinlarni ham chiroyli holatga keltirib qo'yishgan. Tomlarga ham e'tibor berib qo'yasiz. Tomni o'ziga 12 ming dollardan oshiqroq pul sarflashibdi. Bemalol yaxshi mahsulotlar ishlatishgan sababi Prometdan olishgan ekan. Eshikdan kirganimizda o'ng tomonimizda bitta yakkali ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanozil bilan birgalikda planirovka qilingan. Xohlasangiz mehmonxona qilishingiz ham mumkin. Mana bu tomonimizda esa alohida orqa hovli qismimiz, umumiy hojatxonamiz joylashgan bo'lsa, mana bu birinchi xonamizdagi to'liqligicha podval qilingan kotельный xona, omborxona sifatida foydalansangiz bo'laveradi. Mana bu chiroyli arkamiz ichida bir tomonda bolalar yotoqxonasi, bir tomonda kattalar yotoqxonasi. O'rtasida sanozil bilan birga plan qilingan ekan. Planirovka juda ham chiroyli bo'libdi. Keyingi ko'radigan xonamiz bu yakkali spalni bo'ladi. Bu yerda ham o'zini alohida sanozili mavjud. Ikkinchi qavatlariga ham to'liq paneldan bosib qo'yishgan ekan, pullar yashmagan ekan. Mana bu yerda ikki xona uyimiz, bittasi oshxona, alohida mana bu yerda bunga ham eshik qoldirishgan. Ikkinchisi ovqatlanish xona yoki dam olish xonasi sifatida foydalanish mumkin. O'rtada esa mana shunaqa kattakon yashil zona, ya'ni zелёный zona uchun joy ham qoldirib ketishgan ekan va uyimizni mehmonxonasi mana bu yerda katta panorama eshiklar qo'yiladi. Bu tomonga panorama oynalar, poldan patologgacha e'tibor berasiz 3,5 metr. To'liq pishirishda qurilgan ushbu uyimizda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet mavjud. Hujjatlari ham joyida, notariusga borib o'zlari bilan kelishgan holatda pulni sanab beraverasiz. Narxi esa 85 ming dollar, ya'ni kelishtirib ham berishadi. Egadan telefon nomer videoni pastda aloqaga chiqsangiz bo'laveradi.